O'rtoqlar, bu video Toshkentda olingan. Toshkent zooparklarining birida mana bu ikkita yosh bola zooparkka kiradi, ota-onasi bilan bo'ladi. Lekin ota-onasining befarqligi tufayli ikkita yosh bola zooparkning ichiga kirib, e, xo'sh, bu yerda yozishlari bo'yicha bu hayvon ot. Ya'ni mana bu ikkita yosh bola otga qandaydir bir yegulik bermoqchi bo'lgan, yegulik bermoqchi bo'lib, qo'lini prям setkani ichidan tiqgan o'rtoqlar otga. Tipa og'ziga mana bunday qo'li bilan yedirmoqchi bo'lgan. Ota-onasi bo'lsa, u bir 5-10 metr naryoqda e'tiborsiz boshqa hayvonlarni ko'rib, o'zi bilan o'zi ovora, bolalarga e'tibor bermayapti. Bolalarga vashe befarq. Vot. Bu tabiiyki bu qo'lini solgandan keyin endi u ot hayvon-ku, miyasi yo'q, kallasi ishlamasa, haligi qo'lidagini yeyman deb qo'li bilan qo'shib og'ziga tiqib olganda, yaxshi bu vaziyatda ot qo'lini tishlamagan, hech qanday bir ziyon ko'rmagan, shu prosta nima bo'lgan desanglar, shu qo'lida ovqat bergan bo'lsa, ovqatga qo'shib, qo'lini ham shu og'ziga solib olgan. Bola tabiiyki bir 4 yashar, 5 yashar bola bo'lgan, qo'rqib ketib baqirgan va siraza u yerda zoopark xodimi kelib, uje bolani olib ketib ota-onasiga olib borgan.